Yana o'ynaylik, ha yana kuylaylik. Iqbolimiz porloq ekan, yana o'ynaylik. Shop o'ynab bermasin. Yo'q, bu opa xarizmatичный, yaxshi o'ynab beradilar. Ya, anu jippillagan kaltakeslik Semim yana kelibdi. O'tgan safargisi ta'sir qilmabdi. Juda gap ta'sir qilmaydigan bola ekan o'zi. Assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom. O'tgan safar opa siz bilan ijtimoiy ola olmadik. Bu safar lekin video olishimiz kerak. Men Instagramga trend qo'yishim kerak. Qarangda mana anu trendlar ko'ryapsizmi hozir? Instagramda chiqyapti-yu, qarang. Man qulpinoyli varenya, san qulpinoyli varenya qanday qilib bizdan bananli yogurt paydo bo'ldi? Ming шесть утра фотография твоя горят воспоминания. Ha, ashatlayatdi. Og'zidan ko'pik kelib, harom o'lib qolmasin deb shart bo'g'zidan pichoq tortib yubordim, san bo'lmasmikin, ha? Agar bo'lmasa opajon, anuni olaylik. Qarangda, yana bitta trend borku, men misol uchun aytayapman, Damion deyman, siz grrrr deb berasiz. Oddiy qarang. Damion desam siz grrrr deb berasiz. Ha, erkak kishini o'ynagani o'lgani. Ha, erkak kishi yurganda yerlarda gurs qilib zirillab bormaydimi? Ha, masalan, mana meni erim. Ha, traktorda haydaydi, mashinaqasiga quchoqlari to'lib ketadi. Ha, nasl olsang bitta bolasini tashab keting deydigan. Nimaga shunaqa? Ha, bular qora mehnat qilganda. Ha, anu yo'laqini mehnat qildirish kerak. Ha, mana erkak kishi degani shunday bo'ladi-da mana. Ana endi o'ziga bosishni topding. Ha, bo'la qol. Lapatingga ko'pkira yemdan sol. Demonlarga tezda kel. Ana ora qara. Ha, mashaga yoqib qolding shekeri, ya qarasani. Qo'lasan shekeri sachita. Ha, mana senga kontent-e. Ha, mashaga like bosamiz, masha sendan ko'ra ko'proq like oladi. Men oliy ma'lumotli SMMchiman. Nazira Rasulovaning kursida o'qiganman. Topgan ishi kursisidan. Erkak kishiga mana shunaqa ishlar yarashadi.